1 milyondan deyapti da endi. Bo'lsa 36 dan qimmatmi? Qimmat. Qanday? 3 milyondan bo'lsa bo'ladi, shuni olsa hammasini. Bitta mana shu sal yiriroq. Yo'q, qolgani ham qalin ko'zini ingichka emas, chekkada ingichka. Alo. Oxirgi dedingiz qancha aka? Oxirgisini gapiring, biz ham maydalab o'tirmaylik. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ketamiz. 8 tasi bir joyda qancha berasiz? 4 milyondan bo'lsa beradi. O'tmaysizmi hech narsa? O'tsam ham ko'raman-da, shu konkret urib ko'raman. Oxirgi dedingizni ayting aka. Oxirgi sizlarga. Siz nima deysiz? Ota ularga. 5 ta. 5 ta. Ota ularga bo'lsa Necha oylik qo'zlar dedingiz? Fevralda tug'ilganman. Qanchadan bo'lyapti bular, jigar? Bular 2,5. 2,5 berdi. 23. Urg'achimi bular? Ha, urg'achi. Ha, bir urg'ach. Joyida oldim 2,5 dan. Joyida ketdim. Ha, bizda u yoq sotadi. Onasi o'lgan ular. Yetib qolganman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchab. Joyida 3200 qildi. 3 million 200 dan 8 ta. Bermayapti. Qo'zilar ham joy. Urg'achimi? Yo'q, qo'shqar ekan bu. Nimani? Yomon narx bo'lmabdi. Aka bering 32 dan. Barakasini bersin. Barakasini ko'rasiz aka. Bir joyda uluslar qo'yishapti. Ha, bu o'tsin va tarozi o'tsin. Narada aytmoqchi, o'zingga o'g'il. Bular urg'achimi? Bular urg'achimi bular? Hammasi qanchadan bo'lyapti? Hammasi yetarmi? Hammasi yetar. Nima deyapti? Savdo sendan deb turibdi. Nima deysiz buni endi? Aka bozorda bermasa buni. Yo'q, endi bir joyga so'rayotgani, bir joyga so'rasangiz ham bozorda kirish shular qo'zi bor. endi maydasini kirib ketadi. Aka maydasini ham shu tamom shu bilan. Bozorda aylanini kim mana buni boqishga borki deb bo'ldi katta gap deyman. Mani qo'zini Yo'q, qo'ziz yomon emas. aybi puli. Puli ayb. Aybi puli. Ular menda qolgan. Hammalari qo'zi bor. Qo'zilar ular normal. Agar senga bir yetib kam mana katta Yo'q, kichkina mana. 1 yillik bo'ldi. O'zim. Mana qo'zlar 4 milliondan deyapti. Kami bor deb turibdi. O'yinchilarga birotar qo'yim bu. Mana qo'lda hammasi sarflab Assalomu alaykum. Aka siz bir narsa deng, bo'ladigan narxini, konkret. Bo'ladigan narx mana shu odamga aytdim. Nima deyapti? Shundan 800 dan so'ragan deyapti. Shundan 800 dan so'ragan. Bir joyga shundan 800 dan Necha kilo besh qiladimi bittasi? bir joyga Ular qo'zilar. Boshqa joylardan bir ko'raylik qan. Qanchadan deyapsiz? Bo'ladigani qancha? Qo'shqarmi urg'achimi bular? Hammasi qo'shqarmi. Assalomu alaykum. Nechi pulmi? Bu dehqonmi? Tirikchilikmi?
Urg'ochimi, qo'chqormi? Erkak. Savdosi 35 dan deyapti. Bo'ladigan qancha so'rabsiz? Beli katta ekanda bor. Pul zo'r ekanda. Boya ichida bittasi so'ragan bor. Yo, bittasi bor, qolgani ham zo'r. Mashina tomonda qo'shqorlar turadi. Ha, qo'zi sezonlar 4 dan deb turibdi, buni 3,5 deb. Ha. Buni bo'ladigani qancha so'rashdi? 35 deyapti. 35 ta savdo bo'lyapti. Savdo bo'l hammasigami yo to'rtasigami? Ajratdim buni. Ajratib turib savdo kelishilgan var. Ha. Shuni ko'rish kerak. Mana bozorda aylanib yuribmiz. Qanchadan qildi bularni? Aka 8 deb so'raveradi. 8. So'rashdi hamma aka? Yurib bo'lmaydi. Qanchadan bo'lyapti bu? Qo'shqarmi bular? Qanchadan bo'lyapti aka? 3,5. 7,5 danmi? Qildimi odamlar? 5,5 qildi. Ha. Bir joyda uchovini. Bo'lamiz. 37. So'rayapsiz? 37. Nima deydi? Yo'q deydimi? Aka yaxshimisiz? Nima deysiz? Qo'shqarmi bu? Yo'q, urg'ochi. Urg'och qo'zi 3,700 so'rayapti. 100 ming so'mdan mana bor. Bu so'rayapti. So'rayapsanmi? Nechta bu? 4 dan bir joyda. 5 tami? Nech pulni so'rayapsiz? Ne so'rayapsan? Ne so'rasam aytmayapman. 8 million deydi. So'ra. 8 million. Pulga so'rasam aytmayapman. Usta qancha bo'ldi bu? Qo'ydi ko'tarib ko'ring. Toza chiroyli qo'ylar ekan-a lekin. Ko'tarib ko'rsam arpa yeb 1 kilo qo'ydilar. Arpa yeb semirgan qo'ydilar. Oltindan so'radim. Siznikimi bu qo'ylar? Qancha so'rayapsiz bularga? Mana tamam sotyapti. Sakkizdan 5tasi mana bir joyda.